Pulingiz yetmay qolsa, u yog'ini bo'lib to'lashga ham gaplashamiz. 1 yildan 2 yilgacha foiz penalasiz. Mana bu taraf manzara va shit zo'r. Toza havo, hamma sharoit bor uyimizdan atrofida. Bugungi manzilimizda Toshkent tumani Abdurahmonovda bo'lib o'tadi. 5 ta bir xil kottej qurilgan, 1,5 sotuv, 7 ta xona, 3 ta sanuzelga ega. Shularni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Aniq tushunishingiz uchun bu yoq tarafimizda Hasanboydan kelyaverish, o'ng tarafimizda Kelesdan kelyaverish yo'l yuzida joylashgan. Uyimizga kirganingizda bitta mashina qo'yish uchun bemalol joy bor. Tashqi sanuzel bo'ladi, letniy kuxni, zelený zona bo'ladi. Uyimizdan teg qismi podvol qilingan, bitta oshxonani tegi. Uyimizda 100% podключ tayyor holatda bitirib beriladi. Bu oshxona, glavniy santexnika narsalar bo'lgan. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oylarda podключ tayyor holatda bo'ladi. Bu yoq tarafimizda birinchi etaj uchun sanuzel joylashgan, bitta xona и mehmonxona, zal joylashgan. Birinchi etaj uchun kattagina hol. Ikkinchi etajga chiqqanimizda katta hol joylashgan. Ikkinchi etaj uchun ham panoramli oynalar qilingan. Chap tarafimizda spalni, o'zining ichida sanuzelga ega. Bu yoq tarafimizda umumiy sanuzel ikkinchi etaj uchun ikkita xona bor. Uchinchi etajga chiqqanimizda yana bitta hol, bitta katta yaxlit xona. Bu yoq tarafimizda panoramli oyna bo'ladi, naryoqdan eshik bo'ladi, terrasa qismi bor uyimizda. Katta keng, bemalol tapchanli zona qilib, o'tirib, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu taraf manzara va shit zo'r. Toza havo, hamma sharoit bor uyimizdan atrofida. Podключ tayyor holatda bitirib beramiz. Mebel texnikalarni olib kelib yashayverasizlar. Uyimizning narxi $135 ming, yana kelishadigan joylar bor. Asligina sunnatiga o't beriladi.